Biz Ramazan kechilari to'xtamay tarovih o'qib, Qur'on o'qib, lekin zakat kelgan vaqtda bexillik qilsak, va yoki zakat berish xo'shaqmaganday besib qolgan mollarimizni, sotilmay qolgan kiyim-kechaklarimizni bersak, biz haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz. Zakatini ayırmagan baylarning pullari qizitilib, ularning pishonlariga, baqillariga, dumbilariga yiqiladi. Mushunday qilib azoblanadi. Demek qiyinchilik vaqtimizda, tijoratlarimizni ziyon tortib turgan, kelgusimizni anish qilib turgan vaqtimizda qilgan sadiqamiz bizni taqvodorlarning darajasiga o'rnatadi. Bugün günümüzde hemimiz qiziqadigan, qulog'imizga xo'sh yoqadigan gap bo'lsa, foyda chiqadigan bir tijorat turi bo'lishi mumkin. Buni aksicha qulog'imizga xo'sh yoqmaydigan gap bo'lsa, pul xarjlash, ya'ni Alloh yo'lida pul xarjlash bo'lishi mumkin. Albatta, ba'zi kishilarga xo'sh yoqaverishi mumkin. Chunki bugun kunimizda hammamizning iqtisodiy kayniga chekinyotadi. Pulimiz kundan kunga oz qilyotadi. Shu sababdan ko'pinchimiz tijoratni olg'a bostirib olib, tijoratni ro'naq topgandan keyin, undan keyin Alloh yo'lida pul xarjlayman deb niyat qilgan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda bu bir tarafdan Allohga shart qo'yganlik, yana bir tarafdan bo'lsa haqiqiy pul tepish yo'lini bilmaganlik. Biz oldin bir narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Pulni biz o'zimizning aqli, o'zimizning tijorat mahorati, tajribasiga tayanib topa olamiz. To'g'ri, pul tepish uchun tajriba muhim, tirishchanlik muhim, lekin bular kifoya qilmaydi. Ya'ni bular bir sabab, rizq berguvchi Alloh. Bu deganlik sabab qilmasangizmi Alloh beradi deganlik aslo emas. Cho'qim sabab qilishingiz kerak. Ammo pulni berguvchi Alloh. Alloh taolasiga sabab qilsangiz rizq beradi. Ammo sabab qilsangiz yana bermasligi mumkin. Ammo bizdan talab qilindigani cho'qim sabab qilish, tirishish, lekin rizq berguvchining Allah ekanligini unutmasligimiz kerak. Alloh taolo biz ishonadigan Qur'on Karimda vallohu yaqbidu va yabsid. Rizqimizni kang qildigini, ya'ni tijoratimizni oqtirdigini, oqtirmaydigini, bizga pul beradiganini Allah. Sabablarni biz qilamiz, lekin oqtirdigini Allah. Biz shunchalik sabablarni qilsakmi, Alloh taolo bizga rizq bermasligi mumkin. Biz sabab qilmay, bexabar turgan yerdan Alloh taolo bizga foyda, rizq berishi mumkin. Ya'ni biz sabab bilan Allohning rizq berishini moslashtirib tushunishimiz kerak. Biz cho'qim sabab qilishimiz kerak. Lekin men sabab qilganligim uchun, men zirak bo'lganligim uchun, men tijoratga mohir bo'lganligim uchun chuqum pul topa olayman degan bu qarash qilib qilishni saqlanishimiz kerak. Ya'ni rizq berguvchi Alloh. Bizni talab qildigani sabab. Pul tepishda ko'pinchimiz bexabar qolgan, biz qilishga tegishli sabablarning eng muhimi, ya'ni Allohning rizq berish irodasiga aloqador bo'lgan eng muhim bo'lsa, bizning Alloh yo'lida pul xarjlashimiz. Agar Alloh taolo bizga keng rizq bersa, biz bexillik qilib uni Alloh yo'lida xarjlamasak, hammani o'zimiz to'plab olsak, Alloh taolo undaq odamga rizq bermaydi. Alloh taolo hadisi qudusiyda "Yabni Adam anfiq unfiq alayk." Ey Adam balisi, sen Alloh yo'lida xarjla, men sana xarjlay deydi. Agar biz Alloh yo'lida xarjlamasak, Alloh taolo bizga bermaydi. Shundaqla Alloh taolo Alloh yo'lida xarjlagan pulni Allohga berilgan qarz deydi. O'ylab bakın. Bir adam bergen qarzimizni qaytarmasa, biz o adamni fasiq deymiz. Ya'ni fasiq adam, boshqalarning haqqidan qo'rqmaydigan adam qarz qaytarmaydi. Endi büyük bo'lgan Alloh taolo biz bergen qarzni qaytarmay qoladimi? Demak, pulimiz az qoladimi? Tijorat qilsak pul lozim bo'lib qoladimi deb Alloh yo'lida pul xarjlamasak, va yoki tijoratimiz iqvosin, undan keyin Alloh yo'lida pul xarjlay deb buni shart qilsak, bu Alloh qarz bersam, Alloh men qaytarmaydi degan gap bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda nayt uchuq qilib, "Va ma anfaqtum min shay'in fa innalloha yukhlifu." Alloh yo'lida nima chiqim qilmanglar, Alloh taolo uni o'rnini chuqum to'ldirib beradi deydi. Demak, biz Allohga iymonimiz bo'lsa, Alloh yo'lida pul xarjlashdan hargizmi faqirchilikdan qo'rqib to'xtab qolmaymiz. Tijoratim iqvosin, dollar o'ssin, oltin tushsin, kumush o'ssin deb bundaq saqlamaymiz. Aksicha, Alloh menga rizq bersin. Ya'ni men mushu pulni Alloh yo'lida xarjlasam, Alloh menga tijoratimga barakat bersin, ro'naq topqizsin deb bu umidda pul xarjlaymiz. Ya'ni pulimizni Allohga qarz qilib berib olamiz. Chunki Alloh taolo u pulimizni hasrab bizga qaytarib beradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudaifahu lahu." Qanday bir odam Allohga go'zal qarz beradi ekan, ya'ni Alloh yo'lida pul xarjlaydi ekan, Alloh taolo u odamga hasrab qaytarib beradi deydi. Demak, biz agar tunib yeta olsak, bayqi olsak, haqiqiy pul tepish yo'li Alloh yo'lida pul xarjlashda. Biz pulim az qolami deb Alloh yo'lida pul xarjlamagan siri, bexillashgan siri tijoratimiz to'xtamay keyniga mangadi. Hozir reallikda bo'layotganga o'xshash. Asli bizning bu shundaq tijoratimiz oqmayotgan, faqirchilikni qo'rqayotgan vaqtimiz haqiqiy Alloh yo'lida pul xarjlaydigan vaqtimiz. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning nazaridagi eng afzal sadiqa faqirchilikdan qo'rqib turgan vaqtda qilgan sadiqa deydi. Chunki bu sadiqa bizni alg'a bostiradi. Rizqimizning ko'p bo'lishiga sabab
sabab bo'ladi. Chunki har kun atdeganda dunyo osmoniga ikki farishta tushib, Alloh yo'lida pul xarjlagan odamga Allohumma a'ti munfiqan xalafa. Ey Alloh, u Alloh yo'lida pul xarjlagan odamga o'rni to'liqlab ber deb duo qiladi. Aksincha faqirchilikdan, kelgusimizdan qo'rqib, Alloh yo'lida pul xarjlashning keynimizga chekinish bo'lsa, shaytonning hilasiga dastaganlik. Chunki shayton bizni ana shunday kelgusimiz bilan, faqirchilik bilan qo'rqitadi. Qur'on Karimda Alloh taolo buni bayon qilib, "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra." Shayton sizlarni faqirchilik bilan qo'rqitadi. "Vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla." Alloh taolo sizlarga mag'firat bilan va ortiq berish bilan va'da qiladi deydi. Ya'ni Alloh yo'lida chiqim qilsanglar, Alloh taolo sizlarga ortiqini beradi deydi. Shunga esimizda bo'lsin, osmon zimindagi mol dunyoning ochquchi Allohning ilkidir. Alloh xohlagan kishiga beradi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda pul mollarni Alloh yo'lida chiqim qilmagan kishilarga "Va ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Sizlarga nima bo'ldi? Nima deb Alloh yo'lida pul xarjlamaysizlar? "Valillahi mirasus samawati val ard." Osmon zaminning merosi, mol mulki Allohning ilkida tursa, u rizqni sizlarga Alloh bergan tursa, xohlaganda ilova oladigan tursa, nima deb Alloh yo'lida chiqim qilmaysizlar deydi. Ya'ni biz ilkimizga pulning bir omonatdori. Biz o pulni Alloh degan yerga xarjlamasak, omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bu vaqtda Alloh taolo bizning ilkimizdan pulni elib, yana boshqa bir odamga beradi. Ko'pincha shaytonning bu vasvasga dastlab sog'lig'imiz uchun kundan kunga bexilishib ketib boramiz, kundan kunga chingishib ketib boramiz. Hatto uyimizda bir mehmon uzatishmi ig'ir keladigan darajaga keldik. Bunda qilgan siri keyniga mengaverdik, iqtisodimiz keyniga chekinaverdi. Pul tepishni ilgirki mehmondorchiligimiz va saxiyligimizning asari maqomida. Shunga biz tijoratimiz olg'a bossin, rizqimiz keng bo'lsin desak, old bilan Allohga beraylik. Biz Allohga bergan vaqtimizda Alloh bizga beradi. Herkes mi Allah yo'lida pul xarjlamaslikni, chinglikni, bexillikni, pul xarjlashni bilganlik deb qaramaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yadkhulul jannata baxil. Baxil jannatga kirmaydi dedi. Agar bizning qalbimizda bexillikni iborat bu kasal bo'lsa, jannatga kirgimiz bo'lsa, buni darhol tozalashimiz kerak. Chunki bexillik odam qalbida bo'ladigan mikrob xarakterli kasal. U tug'ansiri ko'payadi, tug'ansiri kuchlanadi. Hatto bizni zakot berishdan to'sadigan holat keladi. Biz zakot bermagan vaqtimizda o'zimizni musulmon demaymiz. Chunki islomning 5 asosidan birisi zakot. Zakot bilan namozning farqi yo'q. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu zakot bermagan kishilar qarta urush ochgan. Shundaqla ular namoz o'qiydi-ku degan vaqtida men namoz bilan zakotning o'rtasida hech qanday farq yo'q deb qarayman degan mazmundagi javobni bergan. Demak, namoz qanday muhim bo'lsa, zakot shundaq muhim. Biz Ramazon kechida to'xtamay tarovih o'qib, Qur'on o'qib, lekin zakot kelgan vaqtda bexillik qilsak, va yoki zakot berish xo'shaqmaganday besib qolgan mollarimizni, sotilmay qolgan kiyim-kechaklarimizni bersak, biz haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz. O'qigan tarovihlarimizning, Qur'onlarimizning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Chunki nafl ibodatlarning qimmati farzlardan kim bo'ladi? Farz bo'lmagan yerda nafl ibodatga savob berilmaydi. Bir odam farz namozni ado qilmay turib, qanchalik nafl namoz o'qisa, u ado etmaganga o'xshash. Bir odam farz bo'lgan zakotni bermay turib, qanchalik kishilarni iftolasin, qanchalik kishilarga sadiqa bersin, u qabul qilinmaydi. Shunga zakotni har xil bahonalar bilan kechiktirishdan qattiq saqlanaylik. Chunki zakot bizga harom. Ya'ni melimizning 40 dan biri bizga harom. Agar qishimizda 40 ming dollar bo'lsa, 1000 dollar bizga harom. Chunki u bizning haqqimiz emas. U faqirlarning haqqi. Uni o'z joyiga yetkazishimiz kerak. Agar biz nafsimizning keyniga kirib, zakotni kechiktirsak va yoki xo'shaqmagan shaklda ado qilsak va yoki bermasak, u avaylab saqlagan pullarimiz qiyomat kuni xuddi dazmolga o'xshash, toshga o'xshash qizitilib, bizning dumbilarimizga yiqib, bizni azoblaydigan narsaga aylandi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum." Qiyomat kunida zakotini ayirmagan baylarning pullari qizitilib, ularning peshonlariga, baqillariga, dumbilariga yiqiladi. Mushundaq qilib azoblanadi va ularga Alloh yo'lida xayrlashdan bexillik qilgan mol dunyolarning ta'mini tetinglar deyiladi deydi. Shunga zakot qat'iy chaqchaq qiladigan, sal qaraydigan masala emas. Zakot musulmonlikning aqalliy o'lchami. Bir musulmon zakotni ado qilib bo'lgandan keyin Alloh yo'lida pul xarjlashi kerak. Ya'ni jannatning yuqoriga kelgusi bo'lsa, o'tkazgan gunohining afv qilinishini xolisa, Alloh yo'lida zakotdan boshqa pul xarjlashi kerak. Chunki bizning elimizda zakotdan boshqa jamiyatimizning ehtiyojiga qarab haqlari bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Inna fil mali haqqan siva zakat." Musulmonning malda zakotdan boshqa haq bo'ladi deydi. Ya'ni musulmonlar jamiyatida zakot qamdab pulanmagan ishlarga men zakot ayirdim-ku deb qarab o'ltirmasdan malimizni xarjlashimiz kerak. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Abdurrahman ibn Avflamo zakotdan to'liq ayirdi. Shundaq turib Hazrat Osman, Hazrat Abdurrahman ibn Avf yuzlab tugularni Alloh yo'lida sarf qilgan. Shunga zakot degan nufsimizni Allohning daftariga o'tkazish uchun qiladigan eng aqalli ishimiz. Ammo rizqimizning keng bo'lishi, o'tkazgan gunohimizning afv qilinishi uchun zakotdan boshqa chiqim qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda "Wasari'u ila magfiratin min robbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Ey mu'minlar,
ey Allohga ishongan kishilar, Robbinglarning kechirimiga oldiranglar va kengirligi osmon ziminchilik bo'lgan jannatga oldiranglar. U mag'firat, u jannat kimlar uchun? Uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i vat darra. Tijoratlarda ziyon tortgan, ishi tahi olg'a besib bulanmagan, qiyinchilik paytidami Alloh yo'lida chiqim qilgan taqvodorlarga tayyor qilingan u jannatga, u Allohning mag'firatiga oldiranglar. Demak, qiyinchilik vaqtimizda tijoratlarimizni ziyon tortib turgan, kelgusimizni anish qilib turgan vaqtimizda qilgan sadiqamiz bizni taqvodorlarning darajasiga o'raltidi va bu taqvodorlarga bo'lsa, ana shu Allohning mag'firati va jannati hozirlangan bo'ladi. Demak, hozirgi iqtisodiy qiyinchilikdan chiqishimizning birdan bir yo'li bo'lsa, Alloh yo'lida chiqim qilish.